Assalomu alaykum hammaga. Demak, mana bugun dekabr oyi turibmiz. Dekabr turganimizdan keyin o'zingizga ma'lum daraxtlarimiz, xudo xolasa barglarini to'liq tashab bo'ldi. Va tashab bo'lganidan keyin biz kesishni boshlaymiz. Yodingizda bo'lsin. Mevali daraxtlarni har doim iloji boricha imkoniyat darajasida harakat qilinglarki, olma, nok, behi daraxtlarni iloji boricha hosildan keyin barglarini to'liq tashab bo'lgandan so'nggina kesinglar. Undan oldin kesish tavsiya qilinmaydi, shakl berish ham tavsiya qilinmaydi umuman. Danakli mevalar, gilos, shaftoli, o'rik, bodom, yong'oq va shunga o'xshagan boshqa qattiq danakli mevalarni 20-25-sentyabrgacha kesib shakl berish mumkin. Unda ham faqatgina o'zini yoshiga to'lgan 3 yoshdan katta bo'lgan danakli mevalar haqida gap ketyapti. Endi mavzuga qaytamiz. Demak, hozir biz turganimiz olma daraxtidan olib turibmiz. To'liq 10 yoshga to'lgan olma bog'da. Bu yerda joriy yil solkashlikka tushgan bog'. O'tgan yili 24-yilda bu yerdan taxminan bir 70 tonnadan oshiqroq hosil olingan. Bu yilga statistik ma'lumotlarga qaraganda, ya'ni buxgalteriyadagi olingan ma'lumotlarimizga qaraganda bu yil 20 tonnaga yaqin hosil olganmiz. Endi siz ham shu savolni o'zingizga berishingiz kerak kesishdan oldin, ya'ni shakl berishdan oldin. Men joriy yilni mavsumni qanaqa tonna bilan yopdim bog'imda. Ya'ni siz qanaqa meva yetishtirdingiz? Ko'p meva yetishtirdingizmi? Kam meva yetishtirdingizmi? Yirik mevami, mayda mevami? Shu haqida aniq bilib olishingiz muhim bo'ladi. Undan keyin kesishga o'tasiz. O'zi kesish va shakl berishda 3 xil, 4 xil asosiy parametrlar bor. Birinchisi, hal etganimdek, joriy yilni mavsumni qanaqa yopdingiz? Masalan, ko'p hosil olgan bo'lsangiz, deylik 70 tonnaga yoki 60 tonnadan oshiq hosil oldingiz. Masalan, yoki 10 tonna hosil oldingiz. 10 tonna hosil oldingizda keyingi yilga siz 20 tonnani mo'ljal qilyapsiz yoki 15 tonna mo'ljal qilyapsiz. Shunga yarasha moslab turib kesasiz daraxt. Yoki shu olgan maydoningizdan siz ko'proq nisbatan 30 tonnadan oshiq hosil oldingiz. 1 gektar maydon haqida gaplashyapmiz. 30 tonnadan oshiq hosil olganingizdan keyin siz demak bilishingiz kerak, siz siyraklashtirmagansiz daraxtlarni, ya'ni mevalarni. Siyraklashtirish o'zi asosan 4 ta 5 ta bosqichda ketadi. Birinchisi kesish paytida, ikkinchisi gullash paytida, uchinchisi kimyoviy siyraklashtirish, to'rtinchisi hujayralar bo'linib moy oyidagi qo'lda siyraklashtirish, ya'ni bu daraxtlar tabiiy to'kilgandan keyin siyraklashtirish bo'ladi. 5-chi siyraklaштirish sifatiga siyraklashtirish bo'ladi. Agar siz joriy yilda ko'p hosil oldingiz, lekin mana shu 5 ta siyraklaштirish etapidan o'ta olmaganingizdan keyin bilingki, siz yangi mavsumda katta ehtimol bilan solkashlikka daraxtlaringizni tushirib qo'ygan bo'lasiz. Demak, agar yana qaytaraman, siz ko'p hosil olgan bo'lsangiz, nisbatan kamroq kesishingiz kerak. Kerak bo'lsa ildizini kesishingiz kerak. Ya'ni ko'p hosil olgan yilingiz daraxt sekinlashtirib olish kerak bo'ladi, mevaga to'liq yotqizib olish, ya'ni daraxtni to'liq fiziologik boshqarishingiz kerak bo'ladi. Agar kam hosil olib siz keyingi ko'p mo'ljal qilayotgan bo'lsangiz, mevalarni o'sha hal etganimdek 5 ta etapda siyraklashtirib o'tib ketishingiz kerak bo'ladi. Endi kesishda 3 ta qoida bor. Birinchisi, ichkariga o'sgan, hozir video davomida ichkariga o'sgan shoxlarni kesasiz. Ikkinchisi, singan, zarar yetgan va har xil shunga o'xshagan sizga keyingi mavsumda foydasi bo'lmagan shoxlarni kesib tashlaysiz. Ikkinchi qoida. Uchinchi qoida, fiziologik kesasiz, ya'ni hal etganimdek ko'p meva olgan bo'lsangiz kamroq kesasiz, kam meva olgan bo'lsangiz ko'proq kesishga mo'ljallab siyraklashtirib kesishingiz bo'ladi. Hozir xudo xolasa hammasini batafsil tushuntirib ketamiz. Demak, kesishni boshlaymiz. Hammaga alohida tushuntirib ketamiz. Demak, mana bu 25-yil joriy mavsumda o'sgan shox. Juda kuchli o'sgan, mana e'tibor berasizlar. Hech qanaqa bir gul kurtaga yoki hech qanday bir bizga foydasi bo'lmagan shox. Ikkita yo'nalish bor. Mana shu bir yoshi shox deymiz biz buni. Ko'p aytaman men, bir yoshi shoxni uchidan kesib bo'lmaydi deb, ya'ni shu usulda kesib bo'lmaydi deb ko'p videolarimda aytganman. Bu videolarni endi to'g'ri tushuntirish berishimiz kerak. Ko'pchilik bog'bon akalarimiz noto'g'ri tushunishayotgan ekan, e'tibor beramiz. Agar bir yoshli shoxni kesishdan asosiy uchun maqsad bo'lish kerak. Maqsad bo'lmasa, yaxshisi uni qoldirasiz yoki to'liq olib tashlaysiz. Deylik, siz 1 yoshli daraxt, 2 yoshli daraxt olib turibsiz, shox kam. Nima qilasiz bu yerda? Bu yerda siz 1 yoshli shox uchun kesasiz. Kesmasangiz bo'lmaydi. Ya'ni Suhrob aytganda yoki boshqa mutaxassis aytganda 1 yoshli shox uchun kesma degan bitta qoida bilan o'zingizlarga aniq yo'nalish belgilab olmaylik hech qachon. Shuning uchun mana tasavvur qiling, 2 yosh daraxt olib turibsiz,
Sizga ko'proq yon shox kerak. Ikkita yo'li bor. Birinchisi kribovka qilamiz. Shu qismlarni kribovka qilamiz yengil, ya'ni kurtalashdan uyg'otishimiz mumkin. Yoki tezroq usuli, ya'ni kesamiz, shundoq kesamiz. Bo'ldi. Bu yerda uje to'g'ridan-to'g'ri shoxlab ketaveradi. Davom etamiz kesishni. Xo'p, demak, mana bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsanglar, 1 yoshli novdalarimiz yetarli. Biz buni halayotganda siyraklashtirib kesamiz mana. Bu mana bu mevali shox olamiz. Tak ichkarida mana bir-biriga qayishyapti mana bu yerda. Mana e'tibor berasizlar, mana bu yerda uchalasi bir-biriga qayishib ketyapti. Biz nima qilamiz bu yerda? O'rtasidagi shoxni olib qo'yamiz bemalol mana. Bu yerda mana xalaqit beradi bir-biriga. Shuning uchun buni shu yerdan olib shunday kesib qo'ysak, demak, umuman xalaqit bermaydi. Davom etamiz kesishda. Mana e'tibor beryapsizlar. Hozircha faqat mayda kichkina qaychida ishlayapman, keyin katta qaychiga o'tamiz. Mana bu yerda mana hozir ketyapti. Gul kurtaklari yetarli. Buni olamiz. Xo'p, bu yerda bu shoxlar qalin qaychiga qaytamiz. Bu yerda mana ko'rsatganimdek mana xalaqit beryapti, ya'ni vilkali bir xalaqit beradigan olib tashlaymiz buni bemalol. Tak bu yerda buni ham olib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Davom etamiz kesishda mana yengil. Mana uzun shox, hech qanaqa bizga foydasi yo'q. Mana buni ham olib qo'yishimiz mumkin. Iloji boricha mana e'tibor beringlar. Kichkinagina shoxchalar buni olib qo'yishimiz mumkin. Mana buni ham olib qo'yamiz. Mevali shox ekan, mana demak e'tibor berasizlar. Mana mevali kichkina 1 yoshli shoxcha olamiz, olib qo'yamiz. Ketdik. Endi ichkariga kiramiz va ichkarida mana bu shoxlarni mana ko'ryapsizlar, o'rtaga ichkaridagi shoxlar bular. Bular to'liq soya tashlaydi o'ziga o'zi. Daraxt ichiga soya tashlaydi, hech qanaqa bizga foydasi yo'q. Mevaliga bo'lsa ham agar vaziyatga qaraysiz, agar golden yoki yashil olmalarni kesayotgan bo'lsangiz, unda ichkaridagi mevali shoxlarni faqat qoldirasiz. Mana bu yerda umuman mevali shox bo'lmaganligi sababli olib tashladik. Ko'p aytaman, men daraxt atrofida aylanib yurib kessinglar kerak deb. Mana e'tibor beramiz. Mana faqat 1 yoshli ichkariga o'sgan shoxlarni olib chiqyapman. Qoida asosida kesilyapti mana. Bemalol e'tibor beramiz. Bu yerda ham mana. Xo'p. Kesamiz. Mana kesilyapti to'liq. To'liq olib tashlayapman mana. E'tibor beramiz. Kuchli kesilmayapti. E'tibor berasizlar mana. Demak, mana buni ham olib qo'yamiz bemalol. Endigi navbat mana ichkaridagi halayotganda bir xalaqit beradigan shoxlar mana shoxlar bo'ladi, ko'ryapsizlar mana. 1 2 3 mana. Xalaqit berdim. Shamol bo'lganda avtomatik bir-biriga xalaqit berib qoladi. Demak, biz tanlashimiz kerak bu yerda. Bitta shoxni to'liq kesishimiz kerak. Ya'ni mana bu singan shox mana. Buni ham bemalol olib tashlashimiz mumkin. Olib tashladik. Mana e'tibor berasizlar. Demak, xalaqit beryapti. Ichkaridagi mana bu aytganda soya tashiydigan mana quyosh bu tomondan aylangani mana shu shoxlarimiz to'liq ichkariga soya tashiydi. Bizga bular kerak emas. Mana bu ham juda katta. Olib tashlaymiz. Quyosh bo'ylab aylanyapmiz mana, ko'ryapsizlar. Quyosh bo'ylab aylanyapti. Demak, mana hozir quyosh nuri xalaqit beradi. Biz demak tanlov qilamiz. Bu yerda mana bu qalinroq nisbatan bunga qaraganda va bunga qaraganda. Demak, biz shuni olib tashlashga qaror qilamiz va olib tashlaymiz mana. Bu egilganda, xudo xohlasa meva sal egilsa, buni ustiga egilib xalaqit bermaydi bir-biriga. Mana holati hozir qalin shoxlarni kesib chiqamiz endi. Demak, endi qalin shoxlarni kesib chiqamiz. Xalaqit berayotgan bizga to'liq, ya'ni ichkaridagi mana hal etgandek qalin shoxlarimiz, bularni to'liq olib tashlaymiz va mana bu yerdagi qalin shoxlar bor, mana juda qalin xalaqit beradi bizga to'g'ridan to'g'ri. Mana bu ham qalin, buni ham olamiz bemalol. Mana bu yerda ham bu qalin mana. Ham soya tashiydi mana, ko'ryapsizlar, juda katta. Buni ham olishimiz mumkin bemalol.
Bu yerdan buni olamiz. Yuqorilab buni olamiz. Bu yerda buni olamiz bemalol. Mana kesib chiqamiz, xudo xolasa. Mana bu yerda mana juda qalin xalaqit beradi bir-biriga. Bu yerda buni qo'yishimiz mumkin. Bu yerda buni olamiz. Buni qo'yamiz. Mana hal etgan mana bu shox bemalol egilib bir-biriga xalaqit bermaydi. Bu yerda buni oldik yuqoriga. Qo'yamiz. Mana bu shoxni olamiz. Ketdik endi, aylanamiz daraxt atrofida. Hal etgandan ham ko'p etaman. Daraxt atrofida aylanib yurib kesishimiz zarur deb. Mana bular soya tashiydigan shoxlarimiz, mana hammasi. Bularni oldik. Mana bu yerda ham bitta shoxga yo'naltirib qo'yishimiz to'g'ri bo'ladi. Bemalol. Tepadagi qalin shoxlar bor. Ularni xudo xolasa hozir kesamiz bemalol. Mana bular qalin juda ham. Demak, mana bu qalin shoxlarni kesamiz hozir. E'tibor berib turasizlar mana. Tepaga chiqishga to'g'ri kelyapti, chiqamiz. Hop, qaysi qismidan o'tamiz daraxtni? Qani bizga ko'tararmikan, yo'qmikan? Ham meva agar mana besimni ko'tarsa, xudo xolasa, meva ko'taradi, xudo xolasa bemalol. Va tepadan bari boshqacha. Demak, boshlaymiz. Ana men hal etgan ichiga o'sgan shox. Ana buni ham olamiz bemalol. Ana bu yerdan buni kesamiz. Bu yerdan buni olamiz. Buni olamiz. Bu yerdan esa buni olamiz bemalol. Yuqoridan buni olib qo'ysak bo'ldi. Kesish deyarli tugadi. Ichkariga o'syapti baribir, buni olib qo'yishimiz mumkin bemalol mana. Oldirdik, endi bu tomondagi shoxchalarni olamiz. Mana bularni ham bemalol olishimiz mumkin bo'ladi. Baribir bizga xalaqit beradi bu. Ya'ni qaysi ma'noda mevasiz bo'lgan bilan, ya'ni mevali bo'lgan bilan yuqorida baribir bizga terishga xalaqit beradi. Demak, o'sha hal etganimda mana bu shoxlarni olib tashlaymiz. Mana holat. Orqa tomonga bitta aylanib kesib olsak, shu bilan bu daraxtni kesishimiz nasib qilsa tugaydi. Mana demak, liderni yo'naltirib qo'yamiz bir tomonga. Qo'limizga yetmas ekan. Liderni yo'naltirib qo'yamiz, mana e'tibor berasizlar yaxshilab. Bu daraxtimizni kesish tugadi, xudo xolasa. Hal etganimda kesishda asosiy maqsad nimaligini hamma o'zi bilib olsa, o'zini bog'i uchun shunda ish yaxshi bo'laveradi. Bog'inglarni hosilini birgalikda oshiramiz.